Bugungi videorolikda siz o'zingiz xohlagancha o'zingizning kanalingizga obunachi qo'shishni o'rgatib qo'yaman. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bilaman hammada soat yig'iladi-yu, ammo obunachi nimagadir oqsoqlanadi. Bu hozirgi vaqtda juda ko'pchilikda bo'lyapti. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi videorolikimizda sizlar bilan obunachini qanday qilib ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki juda ham zo'r informatsiya va ma'lumotlar beriladi. Shuning uchun iltimos qilardimki, videoni to'liq oxirigacha batafsil ko'rib chiqishni va o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Unda boshladik. Xo'p do'stlar, biz boshladik. Birinchi ochratda albatta bilamizki, ko'pchilikda soat yig'iladi yoki umuman olganda obunachi yetmay qoladi. Misol uchun sizda 500 ta podpисчик, lekin 4000 soat yig'ib bo'lingan. Ammo sizga yana 500 ta podpисчик kerak. Ha aytgancha Do'stlar, men o'zimning Telegram kanalimni sizlarga taklif qilaman. Telegram kanalimda juda ham ko'p foydali ma'lumotlar, yangi natijalar va shogirdlarimning ajoyib natijalarini sizlar bilan bo'lishib bormoqdaman. Telegram kanaliga qanday qilib obuna bo'lishni bilmayapsizmi? Bizning kanalimizning bio qismida Telegram kanalimizning havolasi qoldirilgan. Havola ustiga bossangiz Telegram kanalimizga sirazi o'tib boradi do'stlar. Xo'sh do'stlar, men sizlarga bitta panelni taklif qilaman. Ushbu paneldan o'zim qo'ldan foydalanib, ya'ni qo'limni o'tgan, ya'ni foydalanib ko'rganman va o'zim test qilib, sinovdan o'tkazib ko'rgan bitta saytni maslahat beraman va ushbu saytdan hozir qanday to'g'ri foydalanish haqida batafsil tushunib olasiz. Xo'p, kirganimizdan so'ng bizda mana shunaqa interfays ochiladi. Bemalol telefon orqali ham kirish mumkin va bu yerda biza registrate as sign in turadi. Men ro'yxatdan avval o'tganman, shuning uchun sign inga bosib, bu yerdan esa Google ni tanlayman. Hamda o'zimning akkauntimni tanlab olaman. Xo'sh do'stlar, mana bizlarni proverka qilyapti, tekshiruvdan o'tkazyapti va hozir bizni ro'yxatdan o'tkazib beradi. Xo'sh do'stlar, biz sayt ichiga kirib oldik va men hozir sizlarga ushbu saytdan foydalanganligim haqida isbot dalil sifatida mana ko'rishingiz mumkin, $60 bu saytga kiritganman faqat obunachi uchun. Faqat obunachi uchun $60 sarflaganman. Bu degani albatta ushbu saytdan foydalanish mumkin. Ana endi men sizlarga ushbu saytdan to'g'ri va oqilona foydalanishni ko'rsatib beraman. Kelinglar, birinchi ochratda biz bu yerdan hisob to'ldirishni hozirroq tushuntirib o'tib ketaman. Va yerda add the funds turibdi. Xo'p, mana bu yerga bosganingizdan so'ng mana yerda fill balance and select payment turadi, ya'ni to'lov tizimini tanlash va bu yerdan biz e'tibor beringlar, big pay mana shuni tanlaymiz. To'lqa faqat shu bo'lishi kerak, big pay va amount degan joyga kiritamiz. Qancha kiritmoqchilarimiz? $10 kirsak 0.40 sent bizani o'sha olib qoladi komissiya. Payga bosasizlar va bu yerga nima kerak? Visa orqali to'lov amalga oshiriladi. Faqat vizani onlayn shaklda ham Uzumbank orqali ochish mumkin. Programmasidan kirib bemalol ochib olsanglar bo'ladi. Ya'ni virtualka viza ochib olsanglar bo'ladi. Va shu vizani foydalansalaring bo'ladi. Men ham o'shanaqa foydalanib kelaman. Xo'p, shu orqali biz o'zimiz hisobimizga kiritib olamiz pulimizni hamda new orderga bosamiz. Yangi endi qaranglar, bu yerda mana YouTube turibdi. YouTube emblemasini bosamiz va bu yerga mana bu Service for YouTube Real People mashina ustiga bitta bosib tanlaymiz. Xo'p, qaysini tanlaymiz? Bu yerda Subscribe Low Drop degani bor. Mana do'stlar, men topib oldim. YouTube Subscribe Optimized for Low Drop. Ya'ni Low Drop degani, hozir men sizlarga keyinroq tushuntiraman. Mana bosganimizdan so'ng bizda servis chiqadi, ya'ni bizning kategoriyadan obunachini tanlab oldik. Servis chiqadi. Servisga bitta bossasizlar, bu yerdan mana shu 28.34, ya'ni 89.30 kodli mana shu obunachidan foydalanasizlar. Bu yerga link degan joyga mana shu bosib linklarni tashlaysizlar va qancha urasizlar. Misol 300 ta. Lekin do'stlar, men sizlarga maslahat beraman. Men o'zim sinovdan o'tkazib ko'rdim. Qancha ko'p obunachi ursanglar, shuncha obunachi chiqib ketadi. Misol uchun 300 ta ursalaring 220 ta keladi. Ya'ni 80 tasi chiqib ketadi. Agar sizlar 300 ta ursalaring, 100 tadan bo'lib ursalaring, misol 100 ta urib, 100 ta kelib bo'lgandan keyin yana 100 ta ursalaring, bunda chiqib ketish soni kamayadi. Hamda bu nimaga do'stlar, mana bu YouTube'da o'sha bizani obunachi yig'amiz. Faqat hozirgi vaqtda obunachi tanqis bo'lyapti. Ko'pchilikda bo'lyapti bu holat. O'sha obunachi yetmayapti, soat yig'ilyapti-yu, lekin obunachi yo'q. Juda ham ko'p mana shunaqa savollar menga tushganligi uchun ushbu video aynan shular uchun tayyorlandi. Shuna qilib uramiz do'stlar. 100 ta 100 ta urasizlar. Kelganidan keyin u qancha vaqtda kelaman yozib qo'yibdi do'stlar. Boshlanish vaqti 0 soat 0 endi 6 soat ichida boshlanadi. 6 soat ichida boshlanib ketadi. Va linkni o'sha qanaqa qilib olamiz? Men sizlarga linkni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, qaranglar, bitta kanal, bironta bir kanalga kiramiz. Kelinglar, mana bunaqa yo'nalishga, mana shu yo'nalishga kiramiz.
Xo'p, kirganlaringda mana bu kanalda o'zingizlar kanallarni tasavvur qilinglar. Xo'p, mana yerda bosasizlar va pastda share channel ga bosib, mana bu linkni kopировать qilib olamiz. Bu o'zimizning kanalimizning havolasi. Ya'ni boshqa linkni kopировать qilib olmanglar. Ana shuni kopировать qilib olasizlar, olgandan keyin mana yerga tashlaysizlar linkni. Yerga linkni tashlaymiz. И всё, bo'ldi, mana shu link. Xullas shunaqa, mana shunaqa tashaladi, hamda nechta urush yoziladi va bo'ldi, всё. Sambitga bosganlaringizdan so'ng sizlarga o'zi o'sha boshlanish vaqti qanchadir muddat to'g'ri beradi, lekin tez, normal, tak 2-3 kunlarda sizlar bemalol 300 подписчик ushbu sayt orqali qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bizning videomiz mana shu yergacha edi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar hamda do'stlar, men o'zimning VIP guruhimdan taklif qilaman. U yerda sizga ajoyib bo'lgan hamma darslar mavjud. 0 dan monetizatsiyaga bo'lgan qadamda birgalikda bosib o'tamiz. Bu yerda ajoyib bo'lgan ko'plab darslar mavjud. Narxi juda ham arzon va hamyonbop do'stlar. Aytgancha, bu yerda siz uchun juda ham kerak bo'ladigan yo'nalishlar darsligi, shunga o'xshab juda ham ko'p narsalar bor. Har hafta jonli efirlar va har doimgidek mentor 24 ga 7 javob berib turadi. Mentor esa do'stlar 2 ta. Narxi bir marta to'lov qilasiz va umrbod sizda qoladi. Narxi atiga 549 ming so'm. Agar qo'shilishni xohlasangiz, menga murojaat qiling, albatta Telegram orqali.